Arzon narxlarda to'rxonali uy qidirib yurganlar diqqatiga eng zo'r lokatsiyalardan biri, ya'ni Sergelining eng zo'r lokatsiyalaridan biri bo'lgan 8 adab xonadonimiz sotuvga chiqqan. Manzillar orientirini tushuntirib berishim uchun mana bu ko'ryapsizlar, Media Park, mana bu yerda dehqon bozor, mana shunday ofisimiz. Ofisimizni shunday orqasida qo'shnimizda uylarni sotayotgan ekanlar. Srochniroq aka, faqatgina naqdga sotiladi, narxini oxirida eshitib, o'zingizlar hayron qolasizlar. Xonadonimizda to'rxonada 5 xona qilingan hisoblanadi. Tag'indan birinchi etajda, eng zo'r etajlardan bittasi kirib kelaverish eshigimiz bo'lyapti. Bu yog'imiz esa mana hol do'stlar. Ko'rayotganingizdek, to'rxonadan 5 xona qilib qo'yilgan uyimizni umumiy maydoniga keladigan bo'lsa, deyarli 100 kvadrat metr tashkil qiladi. Tem bo'li birinchi etajda joylashgan, lokatsiya ko'rsatim eng zo'r lokatsiyalardan biri hisoblanadi. Bu yog'iga o'tganimizda esa 315 ga 520 zalimiz bo'lyapti. Xuddi shunaqa bir xil ikkita xonamiz. Endi dal shu o'tiramizda bu yog'imizda ko'rayotgan bo'lsanglar, detskiy xonasi yoki de spalniy deymizmi? Bu yoqda ham xuddi shunaqa bir xil razmerdagi ikkita xonamiz bor. Uy bardakligiga e'tibor bermaymiz. Sanusilimizga ko'chirilgan. Endi qaranglar, kirib prinsipiy yashab tursa bo'ladi xonadonda, ja без ремонт убитый emas. Endi eskiroq remont, kirib yashasa bo'ladigan holatda birinchi etajda Sergelining eng zo'r lokatsiyalaridan biridir. Xonadonimiz narxiga keladigan bo'lsa, taxminingizni bitta kommentariyada yozing, lekin bu xonadonimizning narxi $90,000 so'ralyapti. Salgina kelishtiriladigan joylari bor, lekin ipoteka bo'lmaydi, faqatgina naqdga sotiladi do'stlar.